يهنأ فؤادي كلما Assalamu alaykum hörmetlik anlıqçılar. Tövende İslam Çakarlar Grup tarafından yazılgan Soğuk Bileyzik namlıq eserini okuşuna başlayımız. Üçüncü bölüm. Türmeden kaçış. Birinci kısım. Sözümni qayerdan boshlashni haqiqatan bilmayman. Chunki oraliqda nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Qani, yezib boqay. Balkim barliq aslamalarni yozarman. Ustozimiz Shayx Said Nursi o'zining qimmatli kitobini turmada yezib bitirgan. Shayx o'z kitobida iymonni tasvirlab mundoq degan edi. Iymon odamni odam qilar, balki sulton qilar. İmansızlık odamni hayvon qilar, balki hayvondan battar qilar. Bu haqiqatan to'g'ri aytilgan so'z. Men asrlik hayotimda nurg'un kishilarni iymonining sulton qilganini, shundaqla yana nurg'un kishilarning imonsizligi tufaylidan hayvondan battar holda yashaganini ko'rdim. Undaqda bu to'g'risida ko'rganlarimni sizga tafsiliy bayon qilay. Qani bu yozmalarimni o'qib, iymonga bo'lgan tushunchangizni texim cho'nqurlashtirishga yordami bo'lib qolar. Men ilgirki ba'zi yozmalarimda va bu kitobning bosh qismlarida bayon qilganimdek, men tunji hidoyat buliqini 2011-yili turmada ichishga boshladim. Oradan 14 yil o'tibdi. Bu jarayonda bir necha qatim turmaga kirdim va bir necha qatim turmadan qo'yib berildim. Bu voqealar o'xshamagan davlat va o'xshamagan shaharlarda bo'lib o'tdi. Tunji turmaga kirgan kundan toki hozirgacha bo'lgan barliq erkinligimni hisoblasam 13 oyga to'shmaydi ekan. Bakmo qiziqarliq. 11 qatim turmadan qo'yib berilib, bir qatim turmadan qochgan tursam, ammo 13 yilda sirtda erkin yurgan vaqtim 13 oyga to'shmasa, bu albatta qiziqarliqda. Men bu bölümning asosiy gavdasini iymon to'g'risida bayon qilmoqchi. Ammo yozmaning ta'sirchanligini oshirish uchun o'zimning turmadan qochgan kechirmishlarimni tafsiliy bayon qilaman. Ne'mat. U kunlar biz uchun nihoyatda oldirashchilikda o'tayotgan, vaqtimiz qilayotgan ishlarimizga yetishmayotgan turma hayoti edi. Biz bu cho'ng turmaga nisbatan har jihatdan eng alohida sharoitda edik. Chunki Tayland mushrik soqchilari bizni barliq kishilarga, hatto yotoq ichidagi kamirdosh boshqa millatlarga ham qo'rqinchli, xatarlik, terrorchi deb tashviq qiladi. Ammo Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytgandek, kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda nurg'un chiqish yo'li va kengrichilik topadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh o'zi beradi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir va nihoyat mehribondir. Sura Nisa 100-oyat. Alloh taolo bizga shunchalik kengrichilik bergan edi. Qarmoqqa nihoyatda qiyinchilikqa to'lgan bu turmaning biz turadigan kamerlari ichidagi cho'ng yotoqqa joylashgan 16 kvadrat metr keladigan maxsus biz uchun ajratilgan alohida kameramiz bor edi. Bizning kameramizning ishga bo'lmasimi, oddiyla tortib qo'yilgan pardamizdan hech kim, ya'ni saqchilardan boshqa, bizdan so'ramay kamer ichiga kirmaydi. Bu kamer garchi umumiy kishilar uchun bo'lsa-mu, amaliyotda faqat bizga, ya'ni diniy xizmat qilish uchun bir yerga jam bo'lgan qarindoshlarga tava edi. Boshqalarning bu kamerga kirmasligi bizdan qo'rqqanligidan emas, balki bizni hurmat qilganligidan va bizdan hayiqqanligidan edi. Xuddi Aisha radhiyallohu anha aytgandek, kim Allohni rozi qilish uchun odamlarni norozi qilsa, Allah odamlarni u kishiga kifoya qilib qo'yadi. Agar uning aksini qilsa,
Allah o kishini odamlarga tashlab qo'ydi. Shunda Alloh taolo kishilarni bizga rioya qildirib qo'ygan edi. Kamerimiz ichi nihoyatda salqin bo'lib, sirtdagi cho'ng yotoq bilan ko'p jihatdan farqlanadi. Havosi nihoyat yaxshi. Sesiq puroq asosan yo'q va varang-churongdan xoli edi. Kamer ichida men yotoqqa nomda mas'ul bo'lgan boshqa millatdan bo'lgan bir kishi. Mening eng suyimli qarindishim va ustozim Sheyx Nosir. Yana bizga yangidan qatilib diniy xizmat qilayotgan 3 qarindishimiz bor edi. Yotoq ichida tamoqni o'zimiz etib yeydik. Qozon qumushlar nihoyat oddiy bo'lsa-mu, bir amallarni qilib tamoq etishga bo'ladi. Kiyimlarimizni kichik qarindoshlar, ya'ni bizdan kichikroq qarindoshlar. Sizlar diniy xizmat qilyapsizlar. Biz sizlarning xizmatinglarni qilsak, ajrda sherik bo'lamiz deb o'zlari yo'yib beradi. Allohim qarindoshlarimizga katta ajr bersin. Amin. Tamoqni 5-6 qarindosh birga yegachga, ular bizni qat'iy tamoq tayyorlash ishiga yaqin keltirmasdan o'zlari tayyorlaydi. Xuddi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zini amaliyotida isbotlab ko'rsatayotgandek qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Kishi madamiki qarinishning yordamida bo'lsa, Alloh u kishining yordamida bo'ladi. Tirmizi 2043-hadisda xotirlagan. Men tamoq etishni yaxshi ko'radiganligim uchun ba'zi kunlarda to'xu qo'rimisi yoki kala go'shi qo'rimalarini tayyorladim. Vah, tamoqimiz sirti yashaydigan normal fuqarolarninkidan necha hassa yaxshi edi. Chunki har kuni atigan nihoyat o'xshitib tayyorlangan ugra. Tushda go'shi obdan selingan sayguruch. Kechda tayyor cho'p bilan qilingan lag'man yeydik. Albatta, bu tamoqlar erkin dunyoda yaxshi yeb, ichib yurgan kishilar uchun oddiy tuyulishi mumkin. Ammo biz uchun eng alohida edi. Hatto eng qiyinchiligi ko'p bo'lgan bu turmada, ya'ni bizning kamerimizda suni tok bilan muzlatadigan mashina emas. Maxsus muz saqlaydigan sanduqimiz bo'lg'achqa, sirtdan akirgan sayko'ktat va go'shtlarni shuningda saqlaydik. Go'shtlar buzilib qolmasligi yoki sirtdan akiradiganda saqchilarning xom go'shtga diqqati tortilib qolmasligi uchun suvda qaynatib, pishgan go'sht shaklida akiratdik. Xuddi Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytgandek, bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni ko'zatib turg'ichidir. Sura Nisa 1-oyatning bir qismi. Qarindoshlar ara bir-birimizga har kuni degidek sil rahim qilishib, har qanday ichimlik, yemakliklardan hadiya qilishib turardik. Qat'iy esimdan chiqmaydi. Biz haftada 2 qatim kun nurini ko'rish, minib harakat qilish hamda shu yerga kichikkina qilib ichilgan bu zolim mushriklarning birdan-bir bozoridan narsa kerak setib olish uchun turma hovlisidagi bir zalg'ir tushaydi. Bu yerda olma, banan yoki meva sharbati sotadi. Oramizdagi biror fazilatli qarindishimiz 3 dal olma elib kelalisa, ishtamning yon tarafiga surtib etiblar. Tang parchalab, undan ortiq qarindosh xuddi cho'ng bir mehmondorchilik ziyofatiga kelgandek huzur, qanoat va shukr bilan yeyishadi. Bunga o'xshash ahvollar nihoyat ko'p edi. Balki bu lazzatni 10 kishilik tamoq tizilgan dasturxon oldida o'tirgan, bayoshat turmushda yashaydigan bir mehmon his qilolmas yoki bizningidek lazzatlanolmas. Ammo qarindoshlar, Alloh taolaning muborak kitobidagi bu oyatga amal qilishga tirishadi. Alloh taolo mundoq deydi: "O'zim muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom beradi." Sura Inson 8-oyat. Hayron qolaman. Biz uchun Alloh taolo shundoq kengchilik bergan ediki, soni va miqdori oz bo'lsa-mu, nafsimizni to'yg'izadigan narsalardan qahva, choy, sut, shakar, meva-cheva, quruq meva, har xil meg'iz, uzum qatorliqlar, go'shtlar doim xoltilarimizda esiqlik turadi. Biz
pat-pat xaltada yig'ilib qolgan yemekliklarni qarindoshlarga tarqitib turgan taqdirdimi necha kundan keyin yana yig'ilib qoladi. Alloh bizga nihoyat ko'p barakat bergan edi. Shu kengrichilik ichida sirtdan doim shaurma yoki donor kabob deb ataladigan tamoq, qozon kabobi, qo'y go'shti besilgan polo qatorliq Alloh o'zi biladigan kishilar tarafidan kelib turadi. Men o'zimni qo'shganda bizning bu kameramizda Uyg'ur muhojirlardan 19 qarindosh bilan birga turardik. Xuddi Imom Malik rahimahulloh aytgandek, Alloh taolo rizqini har xil taqsimlaganidek mehnatlarni va amallarni shundoq taqsimlab qo'ygan. Shundoq shayx aytgandek, Allohdan bizga bo'lingan rizq va amal hargizmi o'xshash emas edi. Alloh taolo bu yemeklikda yoki amalda rizqni tariq qilgan. Ba'zi qarindoshlar bu alohida tamoqlarni ya issiq kelibdi yoki sovuq kelibdi degandek bahonalar bilan yeyolmaydi. Ammo turmaning boshqa yotoqlarida turayotgan boshqa qarindoshlar xilali qiyinchilik ichida edi. Agar biz u qarindoshlarga soqchilar orqali biror narsa chiqartmoqchi bo'lsak, nihoyat ko'p qiyinchilikqa duch keladi. Ba'zida chiqarta olsak, ba'zida tayyorlagan narsalarni chiqarta olmaydi. Bizning bu kameramiz yana bir tarafdan xuddi masjid imomining kichik ishxonasi yoki kutubxonasi kabi bo'lib, faqat diniy xizmat ishlarini qiladi. Sirtdagi cho'ng yotoqda muazzin qarindishimiz bo'lib, namoz vaqtini 1 minutmi oldi keyin qilmasdan azon o'qiydi. Imomimiz mening suyimli qarindishim Sheyx Nosir edi. Biz kichik yotoq ichidan xuddi masjidga mongandek chiqib safga qaytaladik. Saflarimiz shunchalik yem va tuz edi. Har kuni har namozda erinmasdan safning tuz bo'lishi uchun tanab tortiladi. Yotoqda umumiy 100 dan ortiq kishi bo'lsaqmi, namozga taxminan 20 atrofida musulmon tiziladi. Odatda yotoq ichi nihoyat varang-churang bo'lib, g'o'ng'ildab cho'gilaydigan shamoldurg'ich, televizor va har xil tilda so'zlaydigan yuzlarcha kishilar bilan kichikkina yotoq xuddi un zavodidek shovqinli ovoz chiqaradi. Ammo yotoq ichida muazzin azonni boshlagan hamon televizor taqiladi va barliq kishilar ovozini pastlatadi. Hatto namoz o'qimaydigan kofirlarmi o'ltirgan yeridan qopib menib yurmaydi. Shuning bilan biz namozda biror harining uchqan ovozini anglagudek darajada imomning qiroatini suzib anglayalaydik. Yotoq ichidagi Uyg'ur muhojirlarning hammasida degudek MP3 ovoz qo'yg'ich bo'lib, o'zlari xohlagan har xil kishilarning tabliqlarini anglaydigan bo'lsa-mu, har haftaning juma kuni sham namozidan keyin ustoz Nosir yaqinliq ovozi va go'zal axloqi bilan qarindoshlarga Minhajul Muslim nomli kitobdan axloq, muomala va sabr to'g'risida 1 soat dars qilib beradi. Har kuni diniy darslarni o'rganayotgan qarindoshlarning amal ibodati xuddi zavodda yasalgan mashina odamning harakatidek, yolg'iz bo'lsin yoki jamoa bo'lsin, doim bir xil edi. Ular kechalarini Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytgandek, ularning yollari o'rin ko'rpadan yiroq bo'ladi. Yana ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Sura Sajda 16-oyat. Kechalari qiyomda turish, Qur'on o'qish, duo qilish, kunduzlari tabliq tinglash, Qur'on yodlash, har xil turdagi darslarni o'rganish, dushanba va payshanba kunlari ro'za tutish, yo'qsul turib yanada borini bir-biriga hadiya qilish, sila rahim qilish, atigan kashlik zikrlarni to'liq o'qish degandek ishlar bilan kecha kunduzni yaxshi ibodat bilan o'tkazadi. Alloh amallarimizni qabul qilg'ay. Amin. Agar sirtdan ko'rgan biror kishi qarindoshlarim bu ahvolini ko'rsa, bular bir maktabda, bir sinfda ibodat uchun maxsus tarbiyalangan kishilar ekan deb o'ylab qoladi. Ammo biz uchun kengri bo'lgan bu yotoqda boshqa mushriklarning 95% shunchalik xor ediki,
ular hamma narsadan qiynaladi. Turmadan bergan tamoq nihoyat oz bo'lg'achqa qo'rsoqlari to'ymaydi. Ko'pincha vaqtda axlat xoltinlarini oqtirib yemaklik istab yuradi. Yotadigan yeri shunchalik tor ediki, agar u o'rnidan turib ketsa, uning yotgan yerining qayerda ekanligini bilgili bo'lmaydi. Bu yotoqda yana ba'zi sabablar tufaylidan yurtiga ketilmay turib qolgan kishilarmi ko'p bo'lib, ularning ko'pinchisi xom-xiyolni ko'p surganligidan sarang bo'lib qolgaydi. Men bu saranglar to'g'risida men uchratgan 100 turlik sarang nomli asarimda tafsili bayon qildim. Yaqinda qarindoshlar bilan o'rtoqlashimiz inshaalloh. Shu vaqtda bularni texmo yaxshi tushunib olasizlar. Endi o'zimizning kichik yotoqimizga qaytib kelaylik. Men va Shayx Nasirning bu paravan turmushi taxminan 2,5 yil davom qildi. Biz bu yotoqda mushriklardan boshqa 19 nafar Uyg'ur muhojir qarindishimiz bilan birga turardik. Xuddi Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytgandek, ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Sura Muhammad 7-oyat. Haqiqatan shundoq. Allohning yordami bilan islom tashviqoti ishlariga kirishgandan keyin Alloh taolo bizni shunchalik yaxshi sharoitga ega qildi. Barliq maqtashlar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Bu sharoit butun turmaning boshqa komillarining hech qaysida tepilmaydi. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omon. يهنأ فؤادي كلما Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan kaçış. İkinci kısım. Aytib o'tilgandek, biz bu kunlarda diniy tashviqot ishlari bilan shug'ullanyotdik. Biz kitob yozish, tarjima qilish, tahrir qilish to'g'risidagi maqolani inshaalloh Buxoriy yoki boshqa kitoblarning kirish so'ziga yozishni loyiq ko'rib, bu yerda u ishlar to'g'risida hech narsa yozmadik. Normalda bu turmada hech kim yotoq ichida telefon ishlatilmaydi. Agar telefon ishlatmoqchi bo'lsa, soqchilarning narsa saqlash sandig'iga selib qo'ygan shaxsiy telefonini pul to'lab ondan ishlatadi. Odatda Xitoyliklar, Amerikaliklar yoki Yevropaliklar uchun 2 soat telefon ishlatish haqqi $30 atrofida. Ammo Tailandning qo'shni davlatlardan kelganlarning 1 soat telefon ishlatish haqqi $6 atrofida bo'ladi. Shundaqla bu yerdagi Uyg'urlar uchun soqchilar har qanday shaklda telefon ishlatishni cheklaydi. Bilganimizdek, Alloh taolo o'z ishida g'olibdir. Bizda va bizdan boshqa qarindoshlarning yerimida degudek maxfiy telefon bor bo'lib, hammamiz yoshirin ishlatdik. Xizmat ishimiz uchun Alloh taolo bizga nurg'un foydali kitoblarni rizq qilib bergan edi. Shundoq esimda turibdi. Men boshqa yerdagi turmada 2 yil turish jarayonida biror Uyg'urcha kitob ko'rib boqmagan edim. Doim Uyg'urcha kitoblarni sevgandim. Keyin bu yerga kelib, oz vaqtdan keyin bir parcha Uyg'urcha kitobni ko'rib, ko'zimga surtib ketgan edim. Mana hozir Allohning rahmati bilan arab tili o'rganmoqchi bo'lganlar yoki inglizcha o'rganmoqchi bo'lganlar uchun 0 saviyadan toki eng yuqori saviyagacha o'qiladigan har xil darslik kitoblar bor edi. Til jihatdan saviyasi oshganlar uchun Qur'on Karim tafsirlari, tarix, oldi sahih hadis kitoblari, fiqh kitoblar, har xil shakldagi qomuslar yenimizda bor edi. Shundoq, yuqorida so'zlab o'tgandek eng yomon turmada eng yaxshi rizqlar bilan biz diniy xizmatlarni qilib o'tdik.
Bizga yordamlashadigan to'r yuzida ko'plagan qarindoshlar bor edi. Allohim ularni ikki dunyoda o'z rahmatiga olsin. Bu ishimizga keyingi kunlarda bu yerdagi 3 qarindishimiz bir necha oy yordamlashgan bo'ldi. Biz shu tirishchanligimiz bilan 5 yil ichida cho'ng kitoblardan bir nechini tarjima qilib, Uyg'ur musulmonlarga to'r o'tishni iroda qilib, kuniga 18 soat qo'l telefoni orqali 2 yil atrofida xizmat qildik. Kitob ishi ajoyib ko'p emgak talab qiladigan, ushaq ishi nihoyatda ko'p bir xizmat bo'lib, bizga eng qiyinchilik ishlar qo'l telefon bilan qilg'ila bo'lmaydigan, cho'qim kompyuter ishlash kerak bo'lgan ishlar edi. Bu xizmat uchun amal bor, xoli, tinch yer bo'lish kerak edi. Shunga yotiqimizning ichida kengligi 1 metr, uzunligi 3 metr keladigan bir tarchuq bor edi. Bu yerning bir temi hojatxona suv ko'lchikiga, yana bir temi bino sirtiga joylashgan bo'lib, hojatxona temiga odam yo'linib o'ltirsa, bakmi sovuq his qiladi. Tarchuqqa 2 odam kirsala, to'nurdek isib, shamol kirmagachga bir oz sesiq bo'lib, chiroq bo'lmag'achqa qorong'u edi. Ovozliq narsalarni shu tarchuqda beshimizga ko'rpalarimizni yo'gab turib, ovozliq asarlarni o'qitdik. Ammo biz sovuq tamg'a yo'linaverib, belimiz og'rib, 5 minutdan ko'p tik o'ltirolmaydigan ahvolga kelib qoldik. Tarchuq qorong'u bo'lg'achqa ko'zimizmi 4 metr yiroqdagi odamning ko'zining ochiqmi yoki yumuqmi shuni bilolmas holga kelgan edi. Nasir qarim mendan hamma narsada cho'ng bo'lsa-mu, faqat men baldurroq tug'ilib qolganim uchun uning badani meningkidan sal sog'lom edi. Shunga u oxirgi kunlargacha tetik turdi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, bu turmada eng kengli yotadigan, eng yaxshi tamoq yeydigan, eng hurmatlanadigan, hargiz yolg'on aytmaydigan, kechda baldir uxlab, saharda turadigan, vaqtini bekor o'tkazmaydigan, doim pokiz yuradigan eng alohida kishilar faqatla Uyg'ur muhojirlardir. Bolalarning shu holini ko'rgan har qanday musulmon bugungi davrdagi tirik Qur'onni yoki tirik hadisni ko'rgandek bo'ladi. Uyg'urlar uchun saqchilar tarafidan nurg'un cheklamalar qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin bu cheklamalar Uyg'urlarning foydasiga bo'lib kelgan edi. Alloh taolaning bizni bu yerda sultandek rizqlantirib, yaxshi sharoitga ega qilgani uchun Alloh taolaning o'ziga loyiq shaklda maqtoshlar bo'lsin. Amin. Agar siz bir aql egasi bo'lsangiz, bu asarning beshida deyilgandek, iymon insonni inson qilar, hatto sulton qilar. Imonsizlik insonni hayvon qilar, balki hayvondan battar qilar degan qimmatli so'zni yaxshi o'ylab yedalaysiz. Ustidagi qurlarda aytilgandek, bizda kompyuter qiyinchiligi barg'ancha eg'irlashdi. Ham ko'rish quvvatimiz nacharlashdi. Eng ko'p bo'lsa 3 minut tik o'ltira oladigan, undan ko'p o'ltira olmaydigan holga keldik. U da 2 yil o'ltirib yoki yetib ishlagachga badan uruq, ojiz bo'lsa-mu, qursoq chiqib, bo'libmi mening qursoqim xuddi ishib qolgandek yo'g'nabla ketgan edi. Biz qayta o'ylanish orqali bu masalani hal qilishga kirishib, bu turmadan qochmoqchi bo'ldik. Ammo mayli bizning Uyg'ur muhojir qarindoshlarimizning nazarida bo'lsin, yoki turma soqchilarining nazarida bo'lsin, hatto Tayland hukumatining nazarida bo'lsin, bu turmadan odam qochib chiqa olishi mumkin emas edi. Men vatanda binokorlik kasbini yaxshi egallagan. Vatandagi kunlarimda qurilish loyihalash, silish va bezakchilik ishlarini loyihalash va bezash ishlari bilan shug'ullanib, o'qigan kasbimni bir qadar mukammallashtirgan edim. Shunga bo'lsa kerak, men bu turmaga kelib, 2 yildan keyin turmaning barliq yer ko'lamini, qurilmasini taqriban bir hafta sarf qilib, qog'oz ustiga sizib chiqqan edim. Keyin bu yerda menga bankaga berish yoki doktorxonaga berish sharoiti hosil bo'lib, bu yerga kunduzda kirib chiqqanligim sababidan xaritining kamtuklarini to'liqlab, 4-yili xaritini mukammallashtirib, 12 parcha qog'ozga butun turmaning bino ichi, sirti, yo'llari, darvozalari, ojizlik nuqtalari, mudofaa tomlari va simlarni inchiklik bilan sizib chiqqan edim. Amaliyotda bu turma strategiya jihatdan nihoyatda mukammal loyihalangan bo'lib, to'rt atrofini hukumat organlari, qurolliq bo'limlari qurshab turadi. Turmaning o'ng tarafi
mushu rayonning eng cho'ng saqchi idorasi. Sol tarafı davlatlik chegara rayon saqchi idorasi. Keyni tarafı shahar mudofaa qo'mondonlik harbiy armiyasi. Oldi tarafı chegara rayon saqchilarining ishxonasi bilan qurshalgan edi. Turma darvozasi oldida jiddiy ishlarga ishlatish uchun qo'yilgan tikuchar ayri bo'lar. Yerdan qo'g'lash uchun alohida mashinalar va eng tez mo'digan motosikletlar bo'lib, uningdan boshqa yo'l vosita keladigan cho'ng ishlar bor edi. Turma binosining to'rt tarafiga balkon solingan bo'lib, yotoq ichini 4 qat temir dariz yoki 4 qat temir reshatka to'sib turardi. Shuning uchun yotoq ichi doim qorong'u edi. Yana bir qiyinchilik yeri yotoqlar cho'ng solingan bo'lib, har bir yotoqda 2 eshik bor edi. Birini odam kirib chiqishga ishlatdi. Yana birini jiddiy vaqtda ishlatishi mumkin edi. Bir eshikning o'tirisida tomoq qoch sifatadigan to'shik bor bo'lib, mahbuslar bu to'shikdan tomoq elib yeydi. Yotoqning ichi uzunligi 25 metr atrofida, kengligi 6 metr atrofida. Yotoqning 7 metr yerini bo'lib, 4 metrlik bir kichik yotoq chiqarilgan. Oxirgi 3 metr yer tozaliq uyi edi. Men yuqorida bayon qilgan men va Nosir qorimning yotadigan uyimiz dal shu kichik yotoq edi. Cho'ng yotoqning o'tidagi tomning o'tirisiga nihoyat suzuk tortadigan kamera qo'yilgan bo'lib, bu kamera hatto badandagi tuklarni ko'rsatadi ekan. Kamera ichida o'tirichi hisobda 100 odam yotadigan bo'lib, yotoq ichida uxlash, yetish degandek ishlarda hech qanday cheklimi yo'q edi. Shuning uchun yotoq ichida odamlar doim uyg'oq, har qanday harakat qilsa ko'rinib turadi. Odatiy yotoq ichini saqchilar pat-pat tekshirib turadigan bo'lib, hatto tirnoq olg'ud, soqol olg'uchlarni yotoqda qo'yg'izmaydi. Kamera ichi buningdek jonsiz va jonliq ko'zlar bilan har vaqt ko'zatilib turgandan boshqa, kamera sirtidagi tomning qarshisidan yon binodagi kameralarning ichi ko'rinib turadigan bo'lib, ikki bino oraligi 12 metr keladi. Yotoqqa kirish tarafda odamning ko'ksi egizlikda keladigan yerning ustiga derazalar qo'yilgan bo'lib, bu yerdan tushgan quyosh nuri yotoqni kunduzda g'uva yo'rtadi. Shunga bu yerda ko'pincha vaqtda yotoq ichidagi odamlar sirtning yo'riqini ko'rish yoki bulonlardan qochib kirgan sirtning havosini purash uchun sirtga qarab turishadi. Qarab turgan yeri bo'lsa, qarshidagi kameraning tomlari edi. Ya'ni agarda biror odam yotoqdan tomni teshib yoki derazani kesib balkonga chiqsa, bular xuddi sahnadagi artistni ko'rgandekla ko'rinadi. Demak, kishilar aytgandek, qarmoqqa bu turma nihoyat mustahkam edi. Mana buningdek nurg'un qiyinchilik insonlarning nazarida bu yerdan qochib chiqib ketish mumkin emas edi. Undaqda men sizgan xarita turmining ojizligini ko'rsatib bera oladimi? Inson dunyo ishlarini qilar ekan, uningda nuqsonlar bo'lib turadi. Demak, men sizgan xarita binoning ojiz nuqtalarini ko'rsatib bergan edi. Men bu xarita orqali yotoqdan bo'sib chiqqili bo'ladigan 5 ojiz nuqtani turmining ichidan sirtqa qochqili bo'ladigan 3 ojiz nuqtani bayqagan edim. Agar biz yo'lni tayyorlab olsaqlar, 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan oraliqda taksilar qatnaydigan cho'ng yo'lga chiqa olaydik. Allohning izni bilan amaliyotimi shundoq bo'ldi. Men toki oxirgi kunlargacha bu bayqashlarni ko'nglimda saqlab keldim. Chunki sirtqa chiqqan bilan naga berish, qandoq berish ishlarini astoydil planlash kerak edi. Buning uchun cho'qim sirtdagi odamlar hamkorlashish kerak. Buningdan boshqa bu ishga yetarlik iqtisod tayyorlashimiz kerak. Men oldi bilan iqtisod ishini hal qilish uchun izlandim. Men bir necha odamga bizning qutulishimiz uchun yordam qilinglar deb iltimos qilgandan keyin bir akamiz darhol yordam qiladigan bo'lib, necha kun ichida azroq pul selib berdi. Pulni selib yotoqqa akirishga taxminan 1 oy vaqt ketdi. Endi sirtdan yordam beradigan odam bo'lish kerak edi. Bular uchun har xil plan tuzib izlandim. Bu jarayonda yenimdagi ba'zi qarindoshlarga inshaalloh pat yaqinda qochib ketamiz deb turdim. Ammo qarindoshlarning hammasi degidek bu gapga bu bir tush degan muomalani qildi. Bu ishimizni umumiy plan ishlariga 4 oy vaqt ketdi.
sirtin bir-biriga bildirmay 4 o'rinning yordam berishga ma'qullikni oldim. Hamda Allohning izni bilan qachish uchun inchik izlanib qilgan 4 oylik planni kimlar bilan o'rinlashni, qachon qilishni oshkorlash vaqti kelgan edi. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omad. يهنأ فؤادي كلما سمع. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq Bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan qachish. 3-qism. Men ishonch qilgan bolalardan 6 odamga qochaydi deb maslahat qildim. Yaxshilikqa oldirg'uvchilar doim farqlanib turadi ekan. Eng boshda so'zsiz, ya'ni hech qanday savol so'ramasdan qochayli degan kishi Nasir Qorim va eng suyimli akamiz Shavkatgan bo'ldi. Boshqa 3 qarindosh qanday qochamiz, neden qochamiz degan savolni so'radi. Bu jumlalar nihoyat oddiy bo'lgani bilan vaqti kelsa odamning irodasini, tavakkulchan ruhini tasvirlab beradi ekan. Men ularga oldi bilan qachondiq yo'q, buningga birlikka kelayli. Ondan qanday qochish planini tuzamiz. Lekin qochadiganga ma'qul kelib bo'lgandan keyin Allohga istixora namozi o'qib, istixora salayli. Ondan ko'rgan tushga qarab jazmi qilib qochish planini tuzayli dedim. Buningga hammamiz birlikka keldik. Shu kuni kechda men va boshqa qarindoshlar istixora saldik. Biz istixora tushsin yoki tushmasin, u da 3 kun saladigan bo'ldik. Tunji kuni men nihoyat yaxshi tush ko'rdim, lekin ko'rgan tushimga yaxshi ta'bir bera olmaydim. Istixoradan keyin ko'rgan tunji tushim mundoq edi. Biz turmadan qochib chiqdik. Sirtqa chiqib bir moto mindim. Ya'ni moto shofirining keyniga. U meni bir uyga akeldi. Keynadilar Nasir Qorimni akeldi. Biz ikkala odam qochibdimiz. Keyin biz kelgan uyda bizga har kuni o'xshamagan qo'rimalar bilan tamoq berib boqdi. Lekin bizni sirtqa chiqqali qo'ymadi. Biz bu yerda bir muddat yeb ichib qoldik. Bizni kutganlar orasida Xitoy chiroy yoki Xitoydan biri yoki ikkisi bor edi. Keyin bizni "Amdi kasalar bo'ladi" deb yo'lga serib qo'ydi. Mana bu mening birinchi kuni ko'rgan tushim edi. Bu tushni esingizda chin saqlasangiz, keyingi kunlarda amaliyotni o'qiysiz, inshaalloh. Birinchi kuni mendan boshqalar tush ko'rmabdi. Men qalbimda qat'iy niyat bilan qochishga bel bog'ladim. Ikkinchi kuni yana istixora soldim. Bu kuni Nasir Qorim turmadan qochib sirtlarda yurganligi haqida tush ko'ribdi va qat'iy qochishga bel bog'labdi. Ammo men va boshqalar tush ko'rmadi. Uchinchi kuni yana hech kim tush ko'rmadi. Shunlashqa bo'lsa kerak, oramizdagi 3 qarindoshning qochishga ko'z yetmabdi. Ham qat'iy qochqisi kelmabdi. Amaliyotda oramizdagi 6 odamdan men va yana bir boladan boshqalar ilgari oldi 2 qatim, keyini 1 qatim turmada qochib boqqanlar edi. Shavkat akamning bakli qochqisi bo'lgach, u da 7 kun istixora soldi. Ham dal 7-kuni tush ko'ribdi. Ammo bizga ko'rgan tushini degili unamadi. Faqat men qochmay sizlar qochinglar dedi. Men desizlar, deb bersizlar aka deb bak zo'rlag'achqa u men egizdan serilib tushib ketgan bir tushni ko'rdim. Oxirini demayman dedi. Men arada boshqalar bormi deb so'radim. Yo'q. Faqatla bir odam kimligini bilmayman. Boshqalarni ko'rmadim dedi. Lekin Shavkat akam meni va Nasir Qorimni nihoyat yaxshi ko'rgachga bizga har qanday jihatda yordamda bo'ladiganligini aytdi. Shunda qilib
men ko'rgan ish amalga ishishga boshladi. Men istixora solgan tunji kundan boshlab toki Shavkat akam qaror qilguncha yotoq ichiga ehtimolga qarshi to'mir kesadigan haratig'i va Po'lat sim kesalaydigan qaychilarni akirgizib tayyorladim. Bizning birinchi planimiz biz yotadigan kamerdagi kichik tarchuqning temini teshish edi. Bizda buni teshalaydigan nihoyat yaxshi bo'lgan 4 dona atrik bor edi. Biz ish boshlaganda biz bilan birga yotadigan boshqa tilliq odamlarning sizib qolmasligi uchun buningga yanada atrofli plan tuzishimiz kerak bo'ldi. Bu haqiqatan tasga to'xtadi. Bir kichikkina uyda yonma-yon yotadigan odamga bildirmay yotoqning temidan odam patqudak to'shik ish rostilla qiyin edi. Chunki bu to'shikni oz degandimi 3 kun vaqtda aran ichib bo'lg'ili bo'ladi. Tamni qirib tashganda chiqadigan ovoz va to'pa axlatlarni hal qilish kerak bo'ladigan albatta. Men Nasir qorim bilan astoydil maslahatlashdim. Qasoq nimaga erishimiz va nima uchun qochimiz dedim. Qorim dal men o'ylagandek javob berdi. Telefonda ishlar toza yaxshi bo'lmadi. Alloh nasib qilsa, qochib qutulsak, kengrichilikda texmo yaxshi xizmat qilgani bo'larmikin deyman. Uning ustiga o'tganda soqchilar tuyuqsiz kirib, 3 ta telefonimizni elib chiqib ketdi. Necha kun ishimiz to'xtab qoldi. Yana shundoq bo'lib qolarmi deb har qatim eshik ochilsa, yuragim duk-duk qilib ketadi. Agar salomat qochib qutulsak, ishlarimizni tezroq va yaxshiroq qilgani bo'ladi degan umidda qochila deb o'ylayman, dedi. Bularni anglab qalbim texmo orom topdi va so'radi. Qochishga ko'ngillar tortib odamdi qorim. Ha, bakli qizib, hozirlik qilsak deyman, dedi. Haqiqatan rost edi. Mening bo'lsin yoki Nasir qorimni bo'lsin, qochishga ajoyib ichimizdan qizish va rag'bat bor edi. Men qorimga undaqda boshqa qarindoshlar bizni qachatdiq, bizga demabsalar demasligi uchun yana boshqa qarindoshlarga qochadiganimizni ochiq demay, puritib dappa qayli. Agar rostilla qochqusi borlar bo'lib qolsa, ularni qetib olayli dedim. Chunki men boshda degandek bu yotoqda Uyg'ur muhojirlardan 19 odam birga turardi. Bolalarga qochish borasida ayrim so'z qilishga boshladim. Birinchisi, ikkinchisi, hatto keyingilari har xil bahona yoki sabablarni ko'rsatib qochmaslik fikrini berdi. Ya'ni boshda degandek bu turmudan hargiz qochqilib bo'lmaydi. Bu yerdan qochaman deyish saronliq, uxlama tush ko'rish deb o'ylaydi. Endi men va qorimning nazarida hargiz qochmaydi deb o'ylaydigan yoshda cho'ng ibodatgo'y akamizga xo'shlashish yoki rozilashish niyatida qochadiganligimizni deyish uchun kichik yotqimizga ayrim akirib so'z boshladim. Ha, Mahmudka, biz bu yerdan qochmoqchi. Sizlar bilan belki yaxshi o'tgachga sizlarni xabardor qilib qo'yayli deb sizlarga dedim. Men va Nasir qorim qochimiz. Shavkat akam istixora yaxshi tushmay qolganligi uchun qochmaydigan bo'ldi. Boshqa bolalarning qochish fikrini o'qib boqdim. Boshqalar qochmaydi ekan. Shunga biz sababli sizlarga har qanday musibat kelsa, rozi bo'lsalar, dedim. Ammo akamiz so'zimiz tugishi hamon men sizlar bilan qochsam, menimi elib olsanglar fikrlarim, dedi. Hayron qoldik. Darhol tarchiqda ishlayotgan Nasir qorimni chaqirib, ahvolni aytib, buvaydan yana so'radim. Bu yerdan qochib keta olishimizga ishonchlar bormi? Inshaalloh bor. Qochib ketamiz, dedi. Biz istixora solgan. Mening va qorimning ko'rgan tushi mundaq bo'ldi, deb so'zlab berdim ko'rgan tushlarimizni. Agar rostilla sizlarning qochqilar bo'lsa, istixora solsalar, dedim. Buvay keskin va ishonchi bilan. Men istixora solmayman. Sizlar solgankin yetadi. Men zodi sizlar ma'qul desanglar, sizlar bilan birga qochaman, dedi. Men undaqda Mahmudka kelishdik. Alloh xolisa birga qochamiz, deb birinchi planni, ya'ni tomni teshib qochadiganni dedim. Va ansa qachon boshlaymiz, deyishib vaqtini jazmlashtirdik. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omon. يهنأ فؤادي كلما سمع Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan qachish. 4-qism. Men ilgari qachish planini tuzishda turmaning tok yo'lini inchga o'ylashib, har ehtimolga qarshi plan tuzib qo'ygan edim. Chunki bu turmaning tok yo'li sirtdan chataq chiqqanda avtomatik motor qo'zg'atgich orqali 4 sekund ichida avtomatik tok kelib bo'ladi. Ammo ichidan chataq chiqsa, Taki çatak çıqqan tok yo'lini o'ngshimog'icha tok sim kayg'olari ko'tarilmaydi. Ilgari bu turmaning tok yo'li birla sim yo'li bilan sim tortilgan ekan. Ammo o'tgan yili turmaning barliq tok simlari yangidan tortilib, chiroq tok yo'li ayrim, shamolchi televizorlarning tok yo'li ayrim qilinib bo'lib o'tildi. Shunga ichida chataq chiqarib yadaqni qorong'u qilish uchun har ikki tok yo'lini buzmay turib, birla yo'lda masala chiqarishga bo'lmaydi. Masalan, yataqning chiroq yo'li o'ssa, televizor va koridor chiroqlari yenaveradi. Koridor chiroq yo'li bo'lsa, tomdagi sazorlarga chetilgan edi. Shundan biz yotadigan kichik uyimizning chiroq yo'liga biz tamoq yeydiganda ishlatadigan tok simlarining uchini ulab qo'ydim. Tomdagi sazor tok yo'liga bo'lsa, biz telefonni tokka chadadiganda ishlatadigan sim yo'lining uchini ulab qo'ydim. Vaqt yetib kelganda ikki tok yo'li bir yerda bo'lgani uchun birla vaqtda ikki yo'ldan kelgan tok sim yo'lini bir-biriga chetish orqali tok yo'lini mos qilib chataq chiqarg'ili bo'ladi. Bunday bo'lganda yotoq qorong'u bo'lib, yaqin atrofdagi odamni ko'rgili bo'lmaydi. Odatda yarim kechada tok masalasi ko'rilsa, u ertasigacha o'ngshalmaydi. Shu sababdan biz bilan bir uyda yotganlar bizning yotoqdan chiqib ketganligimizni his qilisha olmaydi. Odatda yotoq qorong'u bo'lsa, odamlar harakatni to'xtatib, televizor o'chgachga hammasi har qanday varang-churungdan to'xtab, hamma majburiy holda uxlashga kirishadi. Yana bir muhim yeri, qorong'u yotoqda kamera hech narsani ko'rolmaganligi uchun odamlarning tomdagi kameralarning ko'zini biraqla italaymiz. Mana bu yotoq ichi va tok yo'liga qaratilgan planning bir qismi edi. Biz turmadan qachish ishini qachondan boshlash va qaysi vaqtda tomni teshish haqida plan tuzib, juma kuni boshlashga, har kuni asr namozidan keyin tomni teshishga qaror qildik. Odatda biz bu kunlarda asr namozini soat 4 da o'qib, shundan keyin bekor bo'ldik. Biz qachish planini o'rindash xizmatining har qanday odamga sezilib qolmaslik uchun soat 4 bo'lganda qorim har kunidagidek ishlagili kiranagan. Orqasidan Mahmudkam telefonda do'stlari bilan ko'rishgan bo'lib, tarchiqqa kiradigan. Bizga boshdan oxiri yordam qilib kelgan Shavkatkammo Mahmudkamga telefon ishlarida yordamlashish uchun yeniga kirgan kishi bo'lib, tarchiqqa kiradigan. Men kichik yotoq ichida yenimizda yotadigan odamning tarchiqqa bormasligi uchun posta turadigan bo'lib, mushu plan bo'yicha harakat elib bordik. Chunki biz ishlarni mushu holatda o'rinlashtirgandala notonish kishilarning tarchiqqa kirib solmasligini kontrol qilg'ili bo'ladi. Men kichik kameramizga kirgan har qanday odamni uzun so'zga boshlab gapga tutib, kichik uyda qalaymaqan harakat qildirmaslik imtiyoziga erishalaydim. Biz mana bu plan bilan ishimizni boshlab, ba'zi menmu ichidagilar bilan olmishib ishlab, birinchi kuni taxminan 4 soatcha ishladik. Biz bar bino temining qalinligi taxminan 14 santimetr bo'lib, nihoyat ojiz ko'rinadi. Tomning ichi yuzi tarafi chiniqish besilgan bo'lib, birinchi kuni chiniqishning 4 bo'limidan 3 santimetrcha kovladik. Ammo bu tomning sovuqining ichidan to'mir chiqib qoldi.
Ya'ni bu turmaning asosiy tomlari biz o'ylagandek undaq ojiz emas, balki to'mir bilan qo'porilgan ekan. Bizning kovlashga ishlatadigan asbobimiz faqat bir necha dona atirki edi. Atirkini olqon bilan kuchab ishlash uchun qo'l sog' va kuchli bo'lishi kerak ekan. Mening o'ng qo'limning ikki barmoqi olqon dumbisi tarafidan boshqalar bilan urushganda sunug'iniga texi bir necha haftalar bo'lgan edi. Mahmud kamning olqinimi ozroq zaif edi. Shunga birinchi kuni xili jafo tortdik. Bu ahvollarni amaliyotdan ko'rgandan keyin bu tomni tishga taxminan 10 kun yoki uningdan ko'p vaqt ketadiganligini his qilib, bu planni amaldan qoldirib, boshqa plan bilan qechqa tayyorlik qildik. Bizning ikkinchi planimiz bo'lsa, tarchuq usti tarafdagi qo'sh qatliq havodan ramkasiga o'rinlashtirilgan temir to'siqni kesib, keyingi derazaga o'tish yo'lini echish edi. Men ustida degandek tuzilgan planlarning hammasiga ehtimolga qarshi keraklik bo'lgan barliq asboblarni sirtdan akirgizib bo'lgan edim. Bizning bu planimiz uchun temir kesadigan haratig'i va deraza ramkasiga o'rinlashtirilgan po'lat temirda yasalgan to'rni kesadigan maxsus qaychi bor edi. Qo'shqat deraza ramkasini kesib chiqish ishi haqiqatan xatarli edi. Chunki tarchuq temiga qo'yilgan havodan 2 metr 20 santimetr egizlikda bo'lib, yog'och ramka bilan yasalgan. O'tirdagi temirni kesish uchun tomda esilib turib ishlashimiz kerak. Shundaqla tez kesib, darhol qaytib tushish kerak. Bo'lmasa, saqchilar tekshirib kirib qoladi. Yoki yon uydagi yot millat odamlar tarchuqqa kirib qolib, kesgan yerni ko'rib qolishi mumkin. Bu derazani kesib, deraza teshig'i chiqqandan keyin 1 metr 20 santimetr yiroqlikda yana bir deraza bor bo'lib, bu deraza har cho'ng temir bilan ramkalangan. Sirti barmoq patadigan po'lat sim to'r bilan to'silgan edi. Bu yer bino sirtiga pompayib chiqqan bo'lib, bu yerdan sirtga chiqsaqla havo bo'shligiga chiqamiz. Ya'ni dasaydigan yer yo'q bo'lib, intayin xatarlik. Tasaddibiy bu yerdan tushib ketsak, saqchilarning ishxonasiga kirish eshiginin oldiga tushamiz. Egizlik orlig'i taxminan 25 metr keladi. Agar biz salomat bu yerni kesib teshiga chiqa olsak, 2 metr 20 santimetr pastlikda sal ichiga o'rinlashgan bir balkon bor bo'lib, bu ikkinchi qavatning o'g'isi. Shundaqla bu yer bino sirtidagi balkonga taba edi. Agar biz tomni tassak, bevosita bir qat tom orqaliqla sirtdagi balkonga chiqa olamiz. Ammo derazadan chiqqanda tushish uchun bino sirtiga esilib chiqishga to'g'ri keladi. Bu vaqtda yotoq ichidagilar yoki qarshidagi binodikilar bizni ko'rishi mumkin. Biz ahvolni ko'zda tutib, qayta o'ylangandan keyin havodan kesishni qaror qildik. Chunki derazani 4 kun ichida kesib bo'lg'ili bo'ladi. Ammo tomni tesh uchun oz bo'lganda 10 kun ketishi mumkin deb faraz qilgan edik. Bu havodan kesish uchun endi texmo keng doirada planlashimiz kerak. Bo'lmasa yon uydagi g'ayri millat odamlar ko'rib, saqchilarga deb qo'yishi mumkin. Agar biz tomni tashganda tarchuqqa tasaddibiy kirgan odamni u yerni oson bayqab qola olmaydi. Chunki bu yer tomning osti tarafi bo'lg'achqa somka va adyol bilan yo'gab qo'yish mumkin edi. Ammo havodan kesish haqiqatan xatarlik va tasroq edi. Chunki tomda esilib turib kesadiganligimiz uchun ish qilayotgan jarayoni tarchuqning kirish eg'iziga borsala ko'rinadi. Biz kesmoqchi bo'lgan havodan yotoq ichidan taxminan 3 metrda yiroq. Bu kichik uyda tirik odam bo'lganligi uchun kun bo'yi yetib bo'lmaydi. Ya'ni u yoq bu yoqqa men qoladi. Shu sababdan biz yotoqdagi nomda mas'ul qilingan g'ayri millatga 2000 dollar berib, hech narsani ko'rmagan bo'l deyishga planladik. Kecha soat o'larda men uningga planning tafsilotini ochmay, faqat qechishga bel bog'laganligimizni o'tirg'a qo'ydim va bizga ba'zi ishlarda yordam qilishini so'radim. U bu so'zlarni anglab, xuddi biz hozirlik qochmoqchi bo'lgandek aloqa zada bo'lib ketdi va hargizmi bo'lmaydi. Agar zodi qochimiz desanglar,
undaqda men boshqa yotoqqa yo'tkirib ketay. Bo'lmasa saqchilar menga 10 yil uy kesib etadi deb nihoyatda qo'rqib ketdi. Buning bilan men agar bu odam qochadiganligimizni ko'rib qolsa, saqchilarga shartsiz deb qo'yishi mumkinligiga rasmiy jazm qildim. Bizning hozirlik qochimiz degan xiyolimiz yo'q. Qechish planimiz bor, ammo hozir emas. Sen bizni bugun qochadi deb o'ylab qolgan bo'lsang, ya'ni agar uncha ishonmasang, yotoqning hamma yeriga qarab boqqin, dedim. Agar u rostla yotoq ichini inchikka tekshirgandimi, biz tomdan tashgan kichik to'shikni tozaliq qog'ozini ching tiqib, ustidan sut tunining marka qog'ozini chaplab qo'yganligimiz uchun u hargizmi boy qiyolmaydi. U so'zlarimni anglab sal besiqdi. Shuning bilan yon uydagi bu g'ayratilliq odam yotoq boshlig'i sifatida biz uchun cho'ng bir to'salg'i bo'ldi. Buningga asosan inchki plan tuzib, biz bilan bu odamning yotoq ichidagi 24 soatlik mashg'ulotini tafsiliy tekshirib chiqdik. Natijada bir kun ichida uningga bildirmay 1,5 soat vaqtni dariza kesishga ajratishga sharoit topdik. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. يهنأ فؤادي كلما سمع. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan qachish. 5-qism. Odatda yotoq ichida 100 ga yaqin odam bo'lg'achqa, kundalik 3 vaqt tomoq vaqtlarida varanchining bir hassa yuqorilaydi. Ya'ni tomoq kelgandan boshlab tomoq yeyish, qochiq-quchoqlarni yuyish, yotoq ichi ham o'birnilarni tozalash ishlari taxminan 1 soatni egallaydi. Shanba, yakshanba kunlarida bo'lsa, pastga tushib telefon ishlatmoqchi bo'lgan kishilarni tushdan keyin soat 2 dala elib tushib, ba'zida 1,5 soatla turg'izib elib chiqatdi. Ammo odatdagi kunlarda har kuni tushdan keyin soat 6 da telefon ishlatmoqchi bo'lgan kishilarni pastga elib tushib ketadi. Bular bilan tang biz bilan birga yotadigan g'ayratliq odamni birga tushib, kech soat 8 da chiqadi. Shuning bilan biz yotoqda xotirjam 2 soat o'z aro qolamiz. Lekin bu vaqtda shom va xubdan namozi bo'lib, namoz o'qishimizga taxminan 30 minut atrofida vaqt ketadi. Bular tushib ketsa, darhol biz derazaga esiladiganga org'amchi bog'laymiz. Ondan kesishga boshlab soat dal 6 dan 30 minut o'tganda to'xtaymiz. Chunki bu vaqtda shom namoziga azon chiqadi. Namozda turganimizda odam kirib, biz chekkan org'amchini ko'rib qolmaslik uchun chekkan org'amchini elib o'tib, hamma narsani normal qilib qo'yib namozga chiqamiz. Namozdan keyin darhol org'amchini chigib, g'amjonni kesishga boshlaymiz. Soat 7 dan 40 minut o'tganda xubdan azoni chiqadi. Biz ishlarni yana to'xtatib, darhol hamma narsani o'rniga akilib, muhitni normal holatga akab qo'yib namozga turamiz. Biz namoz o'qiyotganda yanimizda yotadigan odam va uning bilan birga telefon ishlatgili tushgan odamlar yotoqqa qaytib chiqadi. Bular bilan birga saqchilarmi chiqadi. Yotoq ichidagi bu jiddiy vaziyat sababidan kundalik g'anjin kesish vaqtimiz oran 1 soat atrofida bo'lib, shanba, yakshanba kunlari hech qanday ish qila olmaymiz. Biz bu sharoit bilan 2-3 kun mushu holatda kesdik. Üstüge chiqib g'anjin kesish ishini asosiy jihatdan Nasir qorim kesdi. Men yotoq ichini muhofazat qildim. Tarchuq bak issiq bo'lib, ishlasa texmo isib ketgachga Mahmudkam Nasir qorimga qaratib, yerga qo'yadigan shamoljini tanlab, qorimni sovutishga harakat qiladi. Shavkatkam kichik yotoq sirtidagi koridorda saqchilarning tuyuqsiz chiqib,
yataqqa kirib qolmaslik uchun qarovullik qiladi. Biz kesgan gangjing 22 millimetrlik cho'nglikda bo'lib, buning bir tilini bir yerdan kesishga eng oz bo'lgandimi 1 soat 20 minut vaqt ketadi ekan. Shunlashqa Nasir Qorim ba'zida Mahmudjon bilan, ba'zida men bilan, ba'zida Shavkatjon bilan olmishatdi. Chunki biz ishlatgan haratiga o'ttirisidan sundirilgan bo'lib, yerimiga lati yo'gab tutqich qilib olgan edik. Harining kesadigan yeri nihoyatda qisqa bo'lib, kesadigan yeri faqatla 8 sm keladi. Tarchoq usti nihoyatda issiq. Ustiga esilib turib, bir qo'l bilan orqanni, bir qo'l bilan harini tutib ishlagan bo'lg'achqa haqiqatan qiyin bo'ladi. Agar biz bu ganjani bu holatda kessak, 2 qat darizini kesishga biz mo'ljallagan vaqtdan necha hassa ko'p vaqt ketgudak deb o'yladik. Shuning bilan biz mundoq bilan qildik. Kechki tomoq soat 5 atrofida keladi. Bu vaqtda biz bilan birga yotadigan odam sirtqa odamlarning intizomi uchun ularni boshqurg'ilar cho'ng yotoq ichiga chiqib, u yoq bu yoqqa menib, kishilarning tomoq vaqtidagi ahvolini boshqaradi. Uning u ishlari tugasa, pastga tushish uchun yuyunib, udul pastga mangadi. Shuning bilan u toki pastdan chiqqanga qadar kichik yotoqdagi ko'rpisiga kelmaydi. Ammo bu jarayonda bu odam kichik yotoqqa bir necha qatim kirib chiqadi. Odatda biz ro'za tutmagan kunlarimizda asr namozdan keyin, ya'ni soat 5 dan keyin kechlik zikrini o'qib, ondan kechlik tomoq tayyorlashga tutish qilardik. Kechda asosan tayyor cho'p bilan lag'ma etib yedik. Agar ro'za tutgan kunimiz bo'lib qolsa, soat 5:30 da tomoqqa tutish qilamiz. Hamda bizning yangi planimiz Nasir Qorim har kuni kechda tarjima ishlari uchun tarchiqqa ishlayotgandek ko'rinib, ganjani kesadi. Men kichik yotoq ichi teshini kuzataman. Tasaddibiy biz bilan birga yotadigan odam kirib qolsa, uni gapga tutib, diqqatini chachaman. Chunki kichik yotoq ichida turib, diqqat bilan quloq solsa, ganjing kesgan harining ovozi anglanib qoladi. Tarchiq tarafga tomoq etadigan ishlatadigan barliq narsalarni yerga tizib qo'ydik. Tomoqqa tayyorlik qilish uchun Shavkatjon va Mahmudjon cho'ng o'rinni egallab o'ltirib, say tozalash va qozonni qaynatish bilan yotoqning yerimini qistan qiladi. Bunday bo'lganda biz bilan birga yotadigan odam kichik yotoqqa bekmi kirib olmaydi. Ammo Nasir Qorim issiqda yolg'iz ganjin kesishga majbur bo'ldi. Suyimli qarindishimga Alloh ikki dunyoning erkinligini bersin. Bu qechishda eng ko'p jafo tortgan odam Nasir Qorim bo'ldi. Ya'ni biz bu plan bilan har kuni 2 soat ganjin kesish vaqtiga erishdik. Biz ishlab 7-kunlari tarchiqning derisidagi ganjindan 5ning usti va ostini kesib bo'ldik. Endi yog'och ramka qoldi. Bu jarayonda men binoning egizligi, har bir qavatning egizligi va biz esilib tushirgan yerning uzunligiga yetkidak org'amcha tayyorlash uchun Indoneziya musulmonlari o'rtaq qo'llanadigan yo'pkadan 14 tal akaldirdim. Men setib olgani eng yaxshilari bo'lib, raqti alohida yaxshi edi. Chunki yaxshisini setib olmasam, esilib tushayotganda uzilib ketish ehtimoli nihoyat yaqin edi. Hem bu ahvol Malayziya chegarasidagi Sadov degan emigrasiyondan qochgan 7 qarindishimizning turmadan qechish jarayonida ustidan tushayotgan holatda yuz bergan edi. Yo'pkani akelgandan keyin o'ttirsidagi tikishidan ajratdik. Bu bir parcha raxtga aylandi. Ya'ni uzunligi 2,20 m, kengligi 1,80 m. Endi buni bir-biriga ulash uchun nihoyat yaxshi plan bo'lish kerak. Chunki chigilgan yer qat'iy yeshilib ketmasligi. Agar yashmoqchi bo'lsak, nihoyat tez yeshilishi va har chekka yerdan qo'lni yoki putini tiqib esiladigan o'rin bo'lishi kerak edi. Buni bir necha xil chigib boqqandan keyin dadam o'g'itib qo'ygan kunaga silib chigish usuli esimga kelib, shu bo'yicha raxtlarni bir-biriga uladim. Bizga jami 3 tal org'amchi bo'lishi kerak edi. Birinchi tarchiqqa esilib, ganjin kesish uchun bunaqa 2 tal yo'pka yetdi. Ikkinchi tarchiq havodandan sirtqi deriziga, ondan 3-qavat o'g'ziga yetkidak org'amchi bo'lishi kerak. Bu yerning umumiy uzunligi 3,40 m. 3-org'amchi bo'lsa, 3-qavat o'g'zidan toki turmi teshidagi saqchixona hovlisiga yetishi kerak. Bu yerning tik uzunligi 8 m kelsa-mu, cho'ng to'riga org'amchini bog'lashqila 1 m org'amchi ketadi. Hem biz tushirgan yer 2 yerda qayrilish bo'lganligi uchun
bu yerga 3 metr arg'amchi ketadi. Shuning bilan jami 3-chi arg'amcha 12 metr bo'lishi kerak edi. Biz turayotgan yer turma binosining 3-chi qavatida bo'lib, bu yerdan tuz holati hisoblaganda umumiy egizlik 12 metr edi. Men bu egizlik o'lchamlarini binoga chiqib tushdiki, palampay dastlab chiqish o'rnining egizlik o'lchamlarini sanash orqali hisoblab chiqqan edim. Shunga bu o'lcham dal egizlik edi. Binoning umumiy uzunligi 42 metr keladigan bo'lib, bu uzunlik 2 yotoqqa bo'lingan. Ya'ni 21 metrga bir yotoq qilib, jami 2 yotoq chiqargan ekan. Ammo yotoqning 2 yon tarafida teshig'i balkon chiqarilgan bo'lib, 2 metr 40 sm kenglikda binoning teshig'i tava uzun balkon shaklidagi koridor bor edi. Turmadan qochgan har qanday odam bino egizligi va kengligini cho'qim inchga hisoblashi kerak. Bo'lmasa, qochmoqchi bo'lgan o'rindan toki sirtqichi bo'lgan musofani bilolmay qolib, vaqt va arg'amchi masalasida cho'ng xatolik ko'riladi. Men inchga hisoblash bilan va izdinish orqali qechib sirtqa chiqqıcha yetgudak arg'amchi tayyorlab, yostiqning ichiga yushirib qo'ydim. Vaqti kelsa, arg'amchilarni elibla ishiltalaymiz. Havodanni kesish ishimiz yog'och ramkaga keldi. Dariza 80 sm egizlikda, 1 metr uzunlikda bo'lib, darizaning egizlik o'tirig'iga yog'och qo'yilib, gangjing bu yog'ochdan teshib o'tib, osti va ustidagi dariza ramkasiga o'rnatilgan edi. Biz kesgan yer bo'lsa, dariza ramkasiga gangjing cho'ktirilgan. Osti tarafi bilan o'tiridagi yog'ochning ustidan gangjing chiqqan yer edi. Biz bu shaklda kessak, tarchiqqa kirib ustiga qaragan odam biz kesgan yerimizni ko'ra olmaydi. Biz dariza ustidagi yog'ochni kesdik. Bu yog'och vatandagi o'rik yog'ochidan qattiq ekan. Yog'ochning bir tarafini kesib bo'lgandan keyin yana bir tarafini kesmasak, to'liq echilmadi. Agar yog'ochning yana bir tarafini kessak, darizadan bir to'shq paydo bo'ladi-da, tarchiqqa kirgan odam darhol bu to'shqni ko'rib qoladi. Shunga bu yerni chandurmasligimiz kerak bo'ldi. Chunki sirtqi ikkinchi dariza texi kesilmagan. Biz oldi bilan bu darizadan chiqib, ondan sirtqi darizani kesishimiz kerak. U yerni kesishga oz deganda 5 kun vaqt ketadi. Shuning uchun bolalar bilan yaxshi plan tuzib, yog'ochning kesilgan yeridan 3 sm qo'yib, yana kesib, u yana cho'ngaytib, yana bir tarafini kesmay, yog'ochga ulangan to'shikdan chiqarib, ishik shaklida echib yepiladigan qilish plani bilan ish boshlab tamomladik. Bu yer biz o'ylagandek ishik shaklida bo'ldi. Ya'ni tarchiqdan muvaffaqiyatlik sirtqi darizaga yetib borg'ila bo'ladigan to'shik echib oldik. Bu kuni bo'lsa, biz dariza kesayotgan 9-kuni edi. Ochgan to'shigimiz odam normal o'malab kirib chiqadigan darajada bo'lib, normal vaqtda, ya'ni ishlamay turgan vaqtda o'z o'rniga selib, yog'ochning kesilgan yerga eski lunga ortib qo'ysak, gangjing kesilgan yerlar ko'rinmaydi. Tekshirishga kelgan odam tarchiqqa qarash bilan farq qila olmaydi. Agar buni o'qishitish to'g'ri bo'lsa, Amerikaning ishlagan turmadan qechish filmidagi Michaelning o'birning kaynini ishik shaklida ochqaniga o'xshash desakmi bo'ladi. Qechish uchun qilayotgan ish harakatimiz jarayonidagi bu kunlarda yashinib qolgan Mahmud Kamning qizg'inligi nihoyatda yuqori bo'lib, bakla aktiv holda ishlashga qatnashdi. Shavkat Kamning biz bilan qochqisi kelsa-mu, istixoradan keyin amalsiz qochmaslikni tanlagan. Alloh u akamizdan rozi bo'lsin. Biz turmadan qochib chiqib ketguncha, u yenimizda turib, madad berish bilan birga ko'p ishlarda yordam qildi. To'shik ichish ishlarida biz bilan birga ishladi. Hozir kichik yotoqda to'timiz birga tomoq etib yeymiz. Bizdan boshqa qarindoshlar bizning qochish ishimizga qo'shilmagandan buyon kichik yotoqqa asosan kirmas bo'ldi. Chunki biz ularga oshkora bizning qochadiganligimizni so'zlab yurmasakmi, bu yerdan chiqib qochadiganligimizni bilatdi. Biz mo ishlarni chandurmay, burunqidek har namozga vaqtida chiqib, juma kunidagi tablighni Nasir qorim davom qilib o'tadi. Ammo telefon bilan qilayotgan tarjima ishlarimiz tamni qo'llagan kunimizdan boshlab to'xtadi. Chunki qechish plani boshlangandan keyin to'rtimizning fikri bu ishga yo'tkilib, boshqa ishlarni fikr qila olmaydigan holatga keldik. Ramazonga bir oy qolgan edi. Qur'on takrorlashni, nafl ro'za tutishni to'xtatdik. Hamda tarchiqdagi darizadan o'malab kirib, qarshi tarafdagi sirtqi darizani kesishimiz kerak. Tarchiqdagi darizadan ichiga kirgandan keyin uzunligi 21 metr,
kengligi 1 metr 20 santimetr, egizligi 80 santimetr keladigan osma koridor yoki tonel yo'liga o'xshash bir yerga kiradi. Bu yer cho'ng yotoqqa kunning yo'rig'ini akiradi. Bu yer butun binoning uzunligi bo'yicha keladigan bo'lib, bino o'tiridan to'silgan edi. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omon. يهنأ فؤادي كلما سمع Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan qachish. 6. qism. Biz bu to'silgan yerdan o'malab binoning o'tiridan boshlagancha binoning bir beshig'i bora olamiz. Ammo biz yotoq ichidagi torchiqdan tashkan to'shikning qarshi tarafini udul qilib kesishga boshladik. Birinchi kuni Nasir qorim chiqib kesdi. U birinchi g'onjoning ostidan yerdan sal egizroq holatda o'zgina oz qolg'ida qilib kesib qo'yib yenib tushibdi. Ikkinchi kuni Shavkatgam chiqib, ikkinchi g'onjoning ostidan yer bilan tang qilib kesib qo'yib tushibdi. Bu vaqt texmo xatarlik holatga o'zgardi. Chunki agar birimiz u yerni kaskida torchiq teshidiki, ikkinchi dariza sirtiga chiqsa, yotoq ichida bir odamning soni yo'qaydi. Tasodifiy soqchilar tekshirib kirib qolsa, torchiq ichidagi odam darhol yenib tusholmaydi-da, ochgan to'shigimizning og'zini yepib etsak, bir odam yotoq sirtida qolib qoladi. Normalda bu yerni kesish uchun ustiga chiqish va tushish bir necha minutni oladigan bo'lib, tasodifiy soqchi to'rtimizning birarsini chaqirsa, chaqirgan odam shu yerda bo'lib qolsa, bu yer sezilib qoladi. Chunki bu yerdan darhol chiqqili bo'lmaydi. Chiqandimi koridor bak mehnat bo'lg'achqa va issiq bo'lg'achqa badan, kiyim-kechaklar mehnat bo'lib tarlab ketadigan gap. Shunga bu yerni kesishga men chiqmadim. Chunki ko'pincha vaqtlarda bolalarning ba'zi ishlar tufayli soqchilar meni ishxonasiga doim chaqirib turadi. Shundoq japa mushaqqat bilan Nasir qorim va Shavkatgam 15-kuni 5 tal g'onjongning ostini uzib, ustini yerim qilib kesib qo'yib yenib tushdi. G'onjongning usti tarafini yerim kessak, qayrasak so'nedi deb faraz qilgan edim. Men 15-kuni yerim kechida ustiga chiqdim. Boshda qaychi bilan g'onjongning oldiga qo'yilgan barmoq potqidek cho'ngliqdagi po'lat simliq to'rni kesdim. Men to'rni butunlay kesib erib yerimini kesib etib, g'onjongni ajratish uchun kuchab tortdim. G'onjong midrab qo'ymadi. Shuning bilan torchiq ichidagi soq g'onjongni ostinqi butunlay kesilgan, usti yerim kesilgan g'onjongga arg'amchi bilan bog'ladim. Yana biz tayyorlab olgan arg'amchi bilan. Chigilgan arg'amchining o'tirg'a qaychini serib cho'gilatdim. Bu xuddi kran kabi bo'lib, kesgan g'onjongni ozroq egaladi. Lekin g'onjongning so'nishi mumkin emas ekan. Yalaqi Amerikaning turmadan qachish degan kinosida lipitga bog'lab bir darizani tortib qumurib etgan edi. Lekin mening kiranim bu g'onjongni sundira olmadi. Albatta, mening qilayotgan ishim kino emas edi. Asli biz bugun kech bu turmadan qochmoqchi edik. Men yenib tushgan vaqt kech soat 3 bo'lgan edi. Biz bilan birga yotadigan odamni oldingi kuni biz qasdan uxlatmay gapga solgan. Shunga bugun kechda soat 11 bilanla uxlagan edi. Odatda u odam uxlasa, o'likdek tuymay uxlaydi. Men pastga tushib, birodarlar, bugun qochmayli bo'ldi. G'onjongni butunlay kesmasak bo'lmaydi ekan, dedim. Qarindoshlarim qo'shildi. Bu 2024-yili 2-oyning 28-kuni kecha edi. Atsi hamma normal bo'lsa-mu, biz to'rtimizning yuragi andishi ichida so'qib o'tadi.
Chunki nurg'un jafo mushaqqatdan keyin bu yer sezilib qolsa, hamma ishimiz pash bo'lib qoladi. Buningda bakmo ichinishliq ish bo'ladi. Kun nuri o'z o'qida aylanib kech bo'ldi. Biz bilan birga yotadigan odam telefon ishlatadiganlarni elib pastga tushib ketdi. Bizmo chala qolgan yerni kesib olaylik deb darhol torchiqqa arg'amchini chigib ustiga chiqishga tayyor turgan vaqtimizda yotoqqa soqchilar chiqib mening ismimni Vahima bilan chaqirishga boshladi. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omad. يهنأ فؤادي كلما Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan kaçış. 7. kısım. Saqchi bizning yotoq oldiga kelib, ismimni chaqirdi. Men darhol yugurib kelib, "Ha", dedim. "Kapitan seni chaqiradi. Men bilan birga pastga tushsa", dedi Gondopay. Meni bir minut saqlab turing. İşte almashtirib olay, dedim. Saqchi, "Tez bo'l", dedi. Men darhol yotoqqa kirib bolalarga, "Sizning arg'amchini elitib, hamma narsani chalmug'idek qilib o'rniga akab qo'yinglar. Telefonni joyiga tiqinglar", deb qo'ydimda, ishtanni almashtirib, pastga mo'ng'ab, cho'ng yotoq eshik oldiga keldim. Saqchi targ'ish deb eshikni ochdi. Men sapma keshni kiygach, cho'ng yotoqdagi bizning bolalarga qarasam, barliq bolalarning ko'zi menda ekan. Hammasi nihoyatda endishi ichida qarab turibdi. Men saqchining keynidan minib, birinchi qavatga tushdim. Ondan u yerda saqchilar ishxonasining yanidagi uzun o'rindiqda bizning qarshimizdagi bino kamerada turadigan qarindishimiz beqinini tutib yotganligini ko'rdim. Saqchi yanimga kelib, "Do'stimga qaragan, nima bo'libdi?" dedi. Men darhol qarindishimning yeniga bordim. Uning ismi Ali edi. Men unga, "Ali birodar, nima bo'ldi?" dedim. U o'ng beqinini ko'rsatib, "Bu yer bek og'riyotdi. Atigan bir achishga edi. Tushdan keyin yana og'rib ketib, yotoqdagi qarindoshlar saqchilarga debtikan, yotoqdan achishib bu yerda yotqizib qo'ydi", dedi. Men og'riyotgan o'rinni xuddi doktorlardek tafsiliy ko'rishga boshlab, "Qanday og'riyotdi? Qizitma bormi? Suyduklaricha? Qachondan boshlab og'ridi?" degandek bir qator savollarni so'radim. Chunki mening bunday tafsiliy so'rashim odatda kishilarning o'ng beqinining keyni boshda sanjilib og'rib, ondan og'riq oldi tarafga, ya'ni kindikning o'ng tarafi og'risa, bu og'riq bir og'rib bir qo'yib bersa, suydagi nihoyat oz bo'lsa, badan qizitmasi alohida yuqorilab ketmasa, börekdagi tosh parchalanib, suyduk yo'liga kaplashgan bo'lib, buningga qarata ko'p qatim siydirish dorisi bilan bakteriya tozalash dorisi esa bir yoki 2 kunda yaxshi bo'lib ketadi, inshaalloh. Buningga normalda saqchilar doktorxonaga aparmaydi. Lekin bemor albatta og'riqdan jafo tortadi. Agar ahvol boshqacha bo'lib, bemorning o'ng beqini yoki so'l beqini sanjilib, qo'yib bermay qattiq og'risa, badan qizitmasi hatto 40 gradusga yetsa, kichik tahorat kelmasa, bu xatarlik ahvol bo'lib, bu xildagi bemorni jiddiy doktorxonaga obormasa bo'lmaydi. Men bu xil kasallarga ko'p uchraguvchilarning biri. Shundaqla bu turmada ko'p qarindoshlarimizda börekka tosh tushish kasali bo'lib, men bir necha qatam ularga tarjimonlik qilgan. Va yana bu yerda bundaq bemorlar ko'p uchraganligi uchun saqchilarmi bu xildagi og'riqlarni qarabli farq etalaydi.
Men do'stimga tasalli berib, ya'ni cho'ng masala yo'q deb qo'yib, uning qizitmasini tutib boqdim. Men bir oz jiddiylashgachga do'stimning peshonasini tutsam qiziq bilindi. Men darhol soqchiga uni doktorxonaga olib boringlar. Uning qizitmasi o'rlab ketibdi. Balki u börekdagi toshning ishi bo'lishi mumkin, dedim. Soqchi darhol qizitma tekshirish asbobini elib kelib, uning peshonasiga qo'ydi. Do'stim 37 gradus, ya'ni normal chiqdi. Shuning bilan soqchi u nada qizib qoladi? Qara normal turmamdi. Do'stimga dori berdik. Bir ozdan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Do'stim kichikgina og'riq uchun bizni chaqiravermasin, dedi. Do'stimga ahvolni dedim. Do'stim sham namoziga oz qoldi. Undaqda meni yotoqqa ochiq versin, degan bo'lsalar, dedi. Men do'stimning talabini soqchiga dedim. Soqchi ozroq qo'pollik bilan: "Sen yotoqqa chiqib ketaver, do'stim bir oz yaxshi bo'lganda undan yotoqqa chiqib qo'yamiz", dedi. Bu soqchi men uni meni yoqtirmaydigan odam edi. Men andishlardan qutulgan holda yotoqqa chiqdim. Yotoqqa chiqib tushguncha odam bir herib qoladi. Yotoq eshikka ochilgandan keyin men barliq qarindoshlarning sham namozi uchun saf tortib turganligini ko'rdim. Ularning hammasi menga tikilib qarashdi va ular mendan so'rab bo'lguncha men darhol ularga 8-yotoqdagi Ali og'rib qolibdi. Shuningga tarjimonlik qilganda meni aytishibdi. Hozir Alining ahvoli xil yomon emas. Sizlar namozda menga bir chet tarafidan yer qo'yib o'qiyveringlar. Men tahorat elib kelib namozga qaytilaman, dedim-da u burniga kirib ketdim. Biz namozdan keyin ishimizdan davom qilmoqchi bo'lib, o'zimizning kichik yotoq o'yiga kirdik. Bugun bu qachish planini planlab ishga tushayotgani 16-kuni bo'lgan edi. Plan bo'yicha bugun kech soat 3larda men Nasir Qarim va Mahmud Kam uchimiz bu turmadan qochmoqchi edik. Nasir Qarim chiqib chala qolgan yerni biz bilan birga yaradigan odam chiqadigan vaqtgacha kesdi. Lekin kesish tugamasda vaqt to'shib xubdan namozi bo'lib qoldi va pastga telefon ishlatgida tushib ketgan odamlarmi chiqdi. Biz plan bo'yicha qolgan chalasini soat 12 da boshlab Allohning izni bilan bugun kechda qaytishni rasmiy qaror qilib bo'lgan edi. Asli tunugun kechda biz qochadigan bo'lib, tayyorlik qilg'achqa sirtda biz turadigan uyga boshlab bormoqchi bo'lgan odam tunugun kechacha bizni saqlab, hatto soat 3:30gacha uxlamay saqlagan edi. Normalda bu odamlar kunduzi atigandan toki kech soat 10gacha ishlaydi. Demak, ular tunugun kecha uyqusiz qoldi. Agar bugun kecha chiqolmasak, ular yana uyqusiz qoladi-da, keyingi kechada ularning bizni saqlab turishi mumkin emas. Biz tashvish bilan kechani saqladik. Biz bilan birga yotadiganga bizning telefonimizni normalda kech soat 12 dan 2 gacha yoki 2 dan 4 gacha 2 soat haqsiz berardik. Biz qaytishga ish boshlagandan keyin kech soat 9 bilanla telefonni uningga berib, 11:30da telefonni bizga bekorlab berishga. Undan keyin bizning qarindoshlarning telefonni ishlatadiganligini deb berdik. Chunki u odam yotoq ishlari bilan kunduzi yaxshi uxlay olmaydi. Kechda baldirroq telefonni uningga bersak, soat 11:30da qattiq uyqusi keladi-da darhol uxlab qoladi. Bugun dal shu qoida bo'yicha telefonni bu odamga berdik. U telefonni soat 11gacha ishlatib qaytarib berib, cho'ng yotoqdagi televizordan futbol musobaqasi ko'rgili chiqib ketib, soat 1larda kirib uxlab qoldi. Ya'ni bizning planimiz kechikib 1 soat keyin ish boshladik. Bu nasbasqan odamni futbolga amroq edi. Qarim darhol chiqib, chala qolgan yerni kesishga boshladi. Hatto soat 3 bo'ldi. Qarim tushgandan keyin uchimiz 2 rakat hojat namozi o'qib, Allohga duo qildik. Duodan keyin kiyimlarimizni kiyib, ketishga tayyor bo'ldik. Va Qarim bilan men boshda tarchoq ustidagi to'shikdan koridorga chiqib, asli plan bo'yicha oldida men, ondan Qarim, ondan Mahmud Kam to'shikdan qechib sirtqa chiqishga plan qilgan edik. Ustidagi ikkinchi derazaning biz kasb ochgan to'shikdan putlarimni teshiga
ya'ni bino sirtiga tiqib chiqish uchun qulaymi qulaysizmi deb sinab boqmoqchi bo'ldim. Putlarim yerim holatda yerga sangilayotdi. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. يهنأ فؤادي كلما سمع. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan Soğuq Bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan qachish. 8-qism. Mening usti tarafim aram patdi. Demak, derazadan biz kesib ochgan to'shik kichik bo'lib qopti. Bu holatda Mahmudkam mendan azroq bastalik odam. Uning to'shki petishi mumkin emas. Mening egizlikim 1.76 m. Shu vaqtdagi og'irligim 80 kilo. Qo'rsqim obdalla chiqib qolgan. Mahmudkam 1.70 m atrofida. Og'irligi 80 kilo atrofida. Qo'rsqi ancha chiqib qolmagan bo'lsa-mu, badani bastalik, ko'kragi keng odam edi. Nasir qorim jo'g'i kichik bo'lsa-mu, ko'p mashq qilganligidan badani toshdek sig'imchan edi. Bu holatda biz ochgan ikkinchi dariza to'shiki faqat qorim uchun bo'lg'idak. Ahvol bundoq bo'lgani uchun bu to'shikni asliga keltirib qo'yili deb ozroq harakat qildik. Ammo bu darizaning tosh tarafi gangjing, ichki tarafi barmoq patqadak simtor. Biz alla burun sirtqi gangjingdan to'tni kesib ajirtib qo'limizga elib bo'lgan. Ichki simtorni to'shikning qapqiqi shaklda qaychi bilan kesib, unimi yon tarafga elib bo'lgan. Bu narsalarni o'rnida to'xtatish qisqa vaqt ichida mumkin bo'lmadi. Agar bu holatda qo'ysak, qarshi tarafdagi bino ichidagi odamlar cho'qim bu to'shikni ko'rib qoladi. Chunki qarshi tarafdagi binoda 4 yotoq bor bo'lib, ichida taxminan 500 dak odam yashaydi. Uning ustiga yotoq sirtida koridor bor. Bu yerdan saqchilar menib yuriydi. Hozir soat sahar vaqti 3:30 bo'lib ketdi. Tong yurishga 2 soat qoldi. Biz nihoyat o'ng'aysiz ahvolda qoldik. Qarim bilan ikkimiz qanday qilamiz deyishgach, men qiynalsammi to'shikdan sirtqa qayta chiqib boqay. Agar men sal normal chiqib ketalasam, Mahmudkam kaynimdan chiqsin. Bo'lmasa ikkimiz qochaylik dedim. Yotoq ichidagi tarchiqda Mahmudkam tayyor holatda javobimizni saqlab turardi. Men bo'lgan ahvolni va planni deb qo'yib darhol rozilashdim va sirtqa esilib tushish uchun tayyorlangan arg'amchini ichki darizaning 2 tal gangjingga mahkam bog'lab, arg'amchi uchini sirtqa chiqarib etdim va 2 putimni sirtqa chiqarib sangilashga boshladim. Qo'limda arg'amchi bor edi. Men hatto nihoyat qisilib kindikimgacha sangiladim. Dal ko'kragimning ostiga kelganda biz ochgan dariza to'shikiga qisilib qoldim. Ya'ni ostiga ham yurisholmadim. Yoki ustiga chiqib olay deb harakat qilgan bo'lsam-mu, ustiga ham chiqa olmadim. Nafsim siqilishga boshladi. Qorim menga qarab turib-o'tdi. Qorim ham bu ahvoldan nihoyat jiddiylashdi bo'lg'ay tamtarab ketdi. Qorimga ovozim bo'g'ilgan holda, "Beshimni tutsila" dedim. Qorim uduqqinidan qo'limni tutdi. "Qorim, beshimni tutsila" dedim. Bu qatim bu so'zni aron deyalagan edim. Qorim 2 qo'limni mahkam tutdi. 3-qatim, "Qorim, beshimni tutsila" deganimda qorim darhol beshimni ching tutdi. Men butun badanimni beshimga kuchitib, osti tarafga ko'kragimni ozroq ko'tarib silkindim. Allohning izni bilan qistilib qolgan tumirdan osti tarafga o'tib ketdim. Ammo birinchi bo'lib sirtqi gangjingni kesganda, birinchi gangjingni qolim sal egiz kesgan ekan. Bu boshqa ganjinglarga qaraganda daraxt ko'tikidek osti qilib qopti ekan. Mana
bu ganjing o'ng ko'ksimga qattiq urilib ketdi va to'shik atrofi ichidagi sim to'rining kesilgan eg'izi yengnidek sanjilib turardi. Men silkingandan keyin qo'limdagi arg'amchiga esilib binoning 3-qavat ziminiga, ya'ni kamar sirtiga tushdim. Ko'nikimni tunuq atrofidagi sim to'r ta'tir soldirib elib qoldi. Bu jarayonda ko'zimni ko'ynak qisqa vaqt to'sib olgach qimikin men yerga tushib, beshim qiyib, ko'zim qorong'ulashdi. Balkim yarim minut o'tdimikin, qarim bizning tayyorlab olgan so'mkamizni to'shikdan chiqardi. Qopib oldim. Ondan arg'amchi selingan yostiqni chiqarib berdi. Bularni elib kamar temiga yo'linib, aran o'ltirib oldim. Men tushgan yer binoning uzunliqdagi dal o'tirisi bo'lg'achqa, bu yerda bino o'g'isidan pastga tushgan odam yo'tisi cho'ngliqda nokach bor ekan. Men qarshimdagi yotoq ichidagi odamlar meni ko'rib qolmasin deb nokashlarning yeniga qistilib o'ltirdim. Bu vaqtda menda butun kuch tugagan edi. Men balkim birer minut o'ltirgandan keyin men tushgan to'shik tarafga qaradim. Bu yerda ko'ynikim bayroqdek lapildab turibdi. Darhol qo'pib ko'ynakni silkib oldim. Chunki to'rga illashib qolgan ekan. Keyin qarasam, arg'amchi uchi hatto yergacha sangilabdi. Men sal ustiga qarasam, mening bo'yimcha egizlikdagi bir ulang'a yer bor ekan. Darhol bu yerdan yeshib sangilgan yerni elevatdim. Chunki bundoq sangilab tursa, qarshi tarafdagi odamlar ko'rib qolishi mumkin edi. Men yeshivatgan yer qorimning tushishiga yetib oshidi ekan. Men qayta o'ltirdim. Badanimga muzdek sirtning shamili urindi. Bu men uchun 10 yildan keyin tunji erkinlik shamili edi. Shu vaqtda yalang'och ekanligimni his qildim va ko'ynigimni shu peti kiydim. Asli ko'ynigim ta'tir bo'lib qolgan ekan. Men yana o'rnimda atrofga qarag'ach, qorimning tushishini saqladim. Bu yerda biz qilgan planimizning birinchi xatoligi ko'ringan edi. Buni anglab hamma odam darhol deyishi mumkin. Bu xatolik to'shikni kichik ochqanlik deb. Undaqda yotoq ichidagi tarchiqdan ochgan to'shik bilan sirtdan ochgan to'shik asosiy jihatdan o'xshash tursa, tarchiqdagi to'shikdan nihoyat ozoda ham oson holatga kirib chiqqili bo'ladi. Undaqda nemishqa o'xshash cho'nliqdagi to'shikning biridan odam patmaydi, biridan odam ozoda kirib chiqalaydi. Mana bu men astoydil tekshirmagan nuqta. Haqiqat shuni isbotladiki, agar tuz bir ziminning o'tirisidagi tomni aran odam patqudak tassa, bu yerdan odam o'milab bemalol o'talaydi ekan. Va yana agar bir o'g'zidan odam patqudak to'shik tassa, bu to'shikdan odam osonla pastga siyrilib tushkili bo'ladi ekan. Va yana andin esilib kirgan to'shikning ichi zimin bo'lsa, bu yerdan ham oson kirgili bo'ladi ekan. Ammo tuz yerdan kirib bo'shliqqa elib tushirgan to'shikning kaynida dassaydigan bir yer bo'lmasa, to'shik har qancha cho'ng bo'lsa-mu odam qisilib qoladi ekan. Ya'ni biz o'tgan to'shikdan sirtqa esilib tushmoqchi bo'lsa, to'shikni odatdagidan bir hassa cho'ng teshish kerak ekan. Chunki odam badanining hamma yeri egilganda qilsa-mu, oldi taraf ko'krakning ostidan boshlab qonaygacha bo'lgan orliq egilmagachga bu yer qisilib qoladi ekan. Men o'ltirgan yerimda qarimni saqlab, balkim 10 minut o'ltirgandiman. Atrof nihoyat jimjit bo'lib, men qordek ap-oq tomga yo'linib turibman. Qarshimdagi binoning yotoqlarida odamlar u yoq bu yoqqa mengishib yurmoqda. Bu koridordan turmaning o'ng tarafini qaror qilib 21 metr mangsam, turmaning yon tarafiga yetib bora olaman. U yerga yetib borgacha biz kesib o'tadigan mustahkam to'r simliq tom bor. Ammo qonim texcha chiqmay o'tadi. Men hozir shuni o'ylashga boshladim-ki, bir bo'lsa yotoqqa soqchi chiqib qopti. Yoki bo'lmasa biz bilan kichik kamerda birga yotadigan g'ayri millatlik odam uyg'unib tarchiqdagi ishlarni ko'rib qopti. Bu yerdan kaynimga yana olmayman. Hozirdan boshlab oldirmay 60 qich sanay. Agar qorim yana chiqmasa, men yolg'iz qochib ketaveray. Agar qorim chiqib qolsa, ondan billa mangayli deb oldirmay sanashga boshladim. Men 1 2 3 degan peti sanab, hatto 50 ga keldim. Ko'zim umid bilan to'shikka tikilgan peti qarab o'tdim.
hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omon. يهنأ فؤادي كلما سمع Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Üçüncü bölüm. Turmadan kaçış. 9. qism. Qorim dal bu vaqtda "Sili bormi?" deb beshini sirtqa chiqardi. Men darhol "Men bor qorim, negimi bor xolla? Tez tushsizlar, putlarni chiqarsizlar. Men mo'ramni tanlab turaman. Ondan mo'ramga dastlab tushsizlar" dedim. Qorim putini chiqardi. Mening bo'yim xili egiz bo'lg'ach, qorim putini chiqarib, yo'tisiga kelmasda mo'ramga dasidi. Men qorimni ko'tarib asta o'ltirdim. Qorim hech qiynalmasdan pastga tushib oldi. Ondan qorimdan "Mahmudkam qani?" deb so'radim. Qorim: "Men sizlarning bu to'shikka patmay, nihoyat tez patqonliqlarni ko'rib, ahvolni Mahmudkamga degan edim. Mahmudkam undaqda men qilib turay" dedi. "Shunga ikkimiz chiqaveraylik" dedi. "Undaqda yursizlar" dedimde nihoyat tezlik bilan turma yotiqining sirtidagi 21 metr uzunlikdagi koridorni besib o'tib, sim to'rliq tam to'saqqa keldim. Men darhol sumkadan qaychini elib, sim to'rni kesishga boshladim. Birinchi simni kesib bo'lg'ucha o'ng qo'limning barmoqlari nihoyat og'rishga boshladi. Chunki ilgari degandek ikki barmoqim sunib ketgiladiga birer oy bo'lgan. Demek bu sim tomni odam patqida kesish uchun o'z degandimi birer soat ketgidek. Shunga biz jiddiy bir amallarni qilib bu yerdan ketishimiz kerak. Men sim torning yon tarafiga qarab boqdim. Bu yerda bino sirtiga xuddi zix kabi o'rnatilgan 30 sm uzunlikda inchki ganjang bor ekan. Bu ganjangga dastlab o'tsak, ganjang odam ko'tarolmaydi. Men yanala sim torni kesishni qaror qilib, qaychini simga salg'ach, xiyolimga men bu binoning xaritasini sızganda bayqagan bir xatolikni esimga oldim-da, darhol sim torning yon tarafining azroq asta qaradim. Bu yerda azroq dasaydigan yer bo'lib, bu yer azroq xatarlik bo'lsa-mu, lekin Alloh xolisa bu yerdan sim tomni keyniga 1/2 minutda o'tib bo'lg'ili bo'ladi. Hazır biz turayotgan yer turma binosining posil tarafi bo'lib, u yer turmaning ichiga taalluq. Pastda o'rindiqda bir ikki soqchi o'ltiribdi. Bizdan 20 metr ostimizda soqchilarning kuzatish ishxonasi bor bo'lib, uning ichida oz degandimi 10 dan ko'p soqchi bor. Ahvol nihoyat jiddiy. Men darhol sim tor ostidagi turikning chiqib qolgan bo'shliqqa dastlab sim tomni aylanib o'tib ketdim. Bu yerni aylanib o'tkicha bu yerda tok simi bor ekan. Putimga ilishib qilib bakla qo'rqib ketdim. Men simtomning keyinga o'tgandan keyin qorim sumkani menga sunib berdi. Ondan arg'amcha bor yostiqni berdi. Keynidilla men qorimga "Endi sizlar o'sizlar" dedim. Qorim azroq harakat qilgach, "Meni tutib olsizlar" dedi. Qorimning ovozi nihoyat andishlik chiqyotdi. Amaliyotdimi shundoq. Çünkü biz o'tgan bu yer binoning sirti bo'lg'achqa, esilgan narsimi lampongdek titrab turdi. Agar pastga tushib ketsak, soqchilarning oldiga tushib, qattiq yerda Alloh xoligan holatda yotgan bo'lamiz. Qorimni chin tutdim. Qorim ham o'tdi. Hozir biz kelib olgan yer xuddi Titanik kemining oldiga kelib dengizga qarayotgandek uchuqlikda edi. Oldimizda sansızlagan chiroqlar, pastda soqchixona binosi va to'xtatilgan soqchilarning sansızlagan mashinalari va motorlari edi. Endi tushadigan yerimiz 3-qavatdan 2-qavat. Ondan turmaning posil tomg'a berib, u yerdan soqchixona hovlisiga tushish.
bu yerning umumiy uzunligiga tayyorlab olgan arg'amchimiz butunlay yetadi. Men arg'amchini chetdagi to'rikka bog'lab bo'lib, atrofga yana bir qaradim. Birinchi qavat o'g'zida tikanlik sim bor ekan. O'ttirsidagi to'rik ozroq yiroq bo'lsa-mu, lekin u yerda tikanlik sim yo'q ekan. Men darhol arg'amchini yeshib, o'ttirsidagi to'rikka chekdim va so'mkini mo'ramga ortib, tushishga tayyorlik qilgach, qorimga keynimdilla tushsalar deb qo'yib, to'rikka esilib arg'amchi bilan ikkinchi qavat zamonga tushdim. Bu yer bino sirti bo'lib, fasil tom bilan og'irliqda tarchib bo'lg'achqa, nepiz qalay bilan yomg'ir tushmaydigan qilib yepib qo'yilgan ekan. Bu yerning ostida xuddi yo'lbos kabi cho'ng bir itni boqqan ekan. Odatda biz yotoqdagi vaqtda bu itning ovozini har kuni anglaydik. Men lampa ustiga tushgandan keyin nepiz qalay bakl taroqlab ketdi. Hatto bu ovozni soqchilar anglab qoldi deb gumon qildim. It nihoyatda qabiy ovozi bilan g'o'ljalashib qavovatdi. Mening hozir bir narsani o'ylashqadek vaqtim yo'q. Chuqum oldimga qarab menishim kerak. Men lampa ustida arg'amchini chin tutib, biz oldin plan qilgan daraxt shoxlari bor yerga turmaning eng og'ir qism turliq fasil tomga qarab mangdim. Bu yer men tushgan to'rikdan 6 metr yiroqlikda edi. Mening bu vaqtda put-qo'llarim harduqdan badanimni aran ko'tarib o'tadi. Mo'ramga normal bir sumka ortilgan. Men lampa yepishqa ishlatgan nepiz tumur qaladan chiqqan taroq turib va itning qabiy ovozi nihoyatda varang-churung bilan chegara tomga yetib keldim. U yerdan sim to'rga esilib tushmoqchi bo'lgan vaqtda tikanlik sim ishtinimni elib oldi. Bu yerda yana bir xatolik ko'rildi. Chunki men bu orliqdagi bino ichidagi palampay darisidan kuzatgan daraxt shoxlari bor yerda tikanlik sim yo'q deb faraz qilgan. Va mudofaa uchun bu yerda tikanlik sim bo'lib qolsa, ustiga yepishqa ishlatish uchun cho'ng avialdan birini elib olamiz deb plan qilgan. Yoki qo'ychi bilan simni kesib deb ondan o'timiz deb planlagan. Lekin bu yerda tikanlik sim bor ekan. Biz yotoq darisidan chiqcha qisilib qilib chiqqachqa avial elishni ortiqcha deb faraz qilgan. Qo'ychi bilan kesish uchun men qo'ychini so'mkaga selib olgachqa, bu yerda to'xtab qo'ychini elib simni kesib, ondan tushishga varanchurunliq vaziyat meni oldirtib qo'ydi. Men sim tor tamga arg'amchini tutib turib, mukammal esilib bo'lgandan keyin sol qo'lim bilan sim torni tutdim. O'ng qo'lim bilan sim tor elib olgan ishdan ajratmoqchi bo'lib, arg'amchini qo'yib etdim. Va ishtandagi tikanlik simni ajratayotganda tuyuqsiz 4 metr egizlikdan pastga tushib ketdim. Men keynichilab yerga o'ngdasiga tushdim. Yerda qo'ziq kabi tumur bor ekan. Qo'ziq tumur dal dumbamga to'g'ri keldi. Menga ko'tirish eg'ir kelgan so'mka xili mazmun, yaxshi so'mka edi. Men ustiga tushgan qo'ziq tumur dal so'mkaning osti o'tirisiga sanjilibdi. Hatto kichik to'shq ichib to'xtabdi. Dumbam go'sh bo'lgani uchun qattiq og'ridi. Lekin jarohatlanmabdi. Men yiqilib tushgan yerda tashlandiq narsalar va ko'ni butulka, qog'oz yeshik degandek narsalar bor ekan. Shunga dumbamdan boshqa yer og'rimadi. Men tushgan yerdan darhol qo'pib soqchi idorasining hovlisiga kirish uchun yo'lga chiqdim. Mening atrofim soqchilarning mashinalari, har xil alohida motorlar bilan to'lgan edi. Chunki men texil soqchi idorasi ichida. Men salomat turma ichidan qochib qo'shni binodagi soqchi idorasining hovlisiga tushgan edim. Men darhol qatori tizilgan bir mashinaning orqasiga o'tish uchun qadam oldim. Va shu vaqtda yerga bir narsa tushgandek qildi. Hatto yomg'ir yoqqan o'xshaydi deb o'yladim. Va yerga qaradim. Yerga qizil qon oqayotibdi. Ondan qo'llarim echishga boshladi. Qo'limga qarasam, ikki qo'limdan turbidan suv oqqan kabi qon oqib etibdi. Men darhol nima qilishimni bilamadim va qo'llarimning barmoqlarimning saq ekanligini sezib baqish uchun qo'llarimni ozroq yumdim. Barmoqlarimning qaysi kesilgan, qaysi saq ekanligi bilinmaydi. Shundaqdimi ikki qo'limni chin yuvib mush tugib oldim.
biz chiqib ketmoqchi bo'lgan yo'l tarafga qarasam, 5 metrcha yiroqlikda yerga tiklangan temir taxtay bor ekan. Men u yerga kelib, dumbamdagi so'mkani chiqardim va yerga qo'ydimda, beshimni so'mkaga qo'yib yotdim. Hozir menda hech qanday kuch yo'qdek edi. Keynindilla qorim darhol kelmoqchi bo'lgan edi. It barcha ovozi bilan qavotdi. Temir qaladan mashinadan narsa tushirgandek varang churum kabi ovozlar chiqyotdi. Men qorimni saqlab, balkim 10 minutcha yotdim. Qorim kelmadi. Qorim yana kelmadi. Balkim qorim yiqilib tushgan o'xshaydi. Yoki saqchilar tutib olgan o'xshaydi deb ansirashga boshladim. Va Shavkat kamning istixora salg'onligi ko'rgan tushini eslashga boshladim. Hurmatli azizlar, bugungi anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.